Aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida salomatlik marafoni oyligi davom etmoqda. Tadbir doirasida ko'z kasalliklarini davolashda bepul zamonaviy tekshiruvlar hamda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarining o'tkazilayotganligi ham ijtimoiy yordam imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ko'z nuri inson hayotining eng muhim boyliklaridan biri. Shu bois salomatlik marafoni doirasida ko'z kasalliklarini erta aniqlash va yuqori texnologik tibbiy xizmatlarni aholiga yaqinlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Namangan viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi ko'z kasalliklari bo'limida yil boshidan buyon 200 nafar bemorda jarrohlik amaliyoti bajarilgan bo'lsa, shundan 100 dan ortig'i yuqori texnologik usullarda amalga oshirildi. Ayniqsa 1-may sanasidan 31-maygacha davom etadigan salomatlik marafoni doirasida katarakta kasalligi bilan og'rigan bemorlarga ko'mak ko'rsatish ishlari jadal davom etmoqda. Bugun tibbiyot sohasida ham ijtimoiy himoya masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Aynan hozirda salomatlik marafoni doirasida navbatdagi 10 nafar katarakta bilan kasallangan bemorlarga yuqori darajadagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Markazimizda 10 nafar jarrohlik amaliyoti rejalashtirganmiz. Mana bugun 3 nafarini hozir muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bular barchasi o'sha imtiyozli toifaga mansub, nogironligi bo'lgan, nafaqada ijtimoiy reyestrda turuvchi bemorlar bo'lib, bu bemorlarni saralashda asosan mobil poliklinika yordamida respublika mutaxassislari bilan birgalikda mahalliy mutaxassislarimiz yordamida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarilmoqda. Hozirgi kungacha 200 dan ortiq yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Shifoxonada kasalliklarni erta aniqlash va aholini tibbiy maslahatlar bilan qamrab olishga ham katta e'tibor berilgan. Birlamchi tizimdan nogironligi bo'lgan, nafaqadagi va ijtimoiy reyestrda turgan bemorlarga imtiyozli jarrohlik amaliyotlari o'tkazilayotgani ko'plab oilalar quvonchiga sabab bo'lyapti. Mana televideniyalarda ko'p ko'ramiz, davlat tomonidan bepul ko'riklar qilindi, bepul operatsiyalar qilindi deydi. Ko'ramiz-u, ha endi aytdi qo'ydi-da deb. Yo'q, mashaga keldim, order orqali ovqatigacha olib kirib berishyapti qizlarim. Dorilarda ko'zimga kuygani ham o'zlari bir so'm yonimdan sarflamadim. Operatsiyaga kirib chiqdim. Operatsiya bo'lganimni ham bilmayman. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik bizga sharoit qilib operatsiya qilishdi. Kuyadigan dorilargacha o'zlari olib kirib berishdi. Ko'z nurini qaytarish amaliyotlari bois hayot sifati oshmoqda. Ko'plab fuqarolar ko'z kasalliklari va ko'z tomirlari holati bo'yicha tekshiruvlardan o'tkazilib, bemorlarga davo choralari ko'rilyapti. Demakki, salomatlik marafoni ana shunday ezgu maqsadni amalda ta'minlayotgan muhim tashabbuslardan biri bo'lib qolmoqda.